Bu manzaralarni ko'rib, qayerda ekan deb o'ylayotgandirsiz. Biz Indoneziya, Braziliya yoki boshqa tropik bog'larda emasmiz. Aynan O'zbekistonda joylashgan Buxoro viloyatining Buxoro tumanidagi Varnet ekobog'idamiz. Bu bog' oddiy bog' emas. Qishin yozin aynan bir xil ko'rinishga ega bo'ladigan O'zbekistondagi yagona manzil. Buxoro shahri markazidan 14,5 kilometr uzoqlikda Buxoro tumanida joylashgan bu bog'ning maydoni 5 gektarni tashkil etadi. Bu yerda 10 mingdan ortiq o'simlik turlari mavjud. Papaya daraxtlari, ekzotik gullar, hatto tovuslar va hovuzlarda suzib yurgan baliqlarni ham uchratasiz. Eng qiziq tomoni bu bog' fasllarga bo'ysunmaydi. Qishda ham yozdek yashil, bahoriy havoda esa yanada jozibali. O'zingizni xuddi tropik mintaqalarga tushib qolgandek his qilasiz. Biz bog' haqida yanada to'liqroq ma'lumotlarni olish uchun bog' rahbari Beshmaka Hamroyev bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Keling, dastavval ushbu bog'ning o'z yaralish tarixi haqida bir bizga qisqacha so'zlab bersangiz, agarda ma'lumotlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ya'ni yopiq hududda issiqxona shaklida qurilgan bog'ni biz O'zbekistonning boshqa bir viloyatlarida uchratmaymiz. Albatta bu bog' o'zi bir tarixiy boshqacha bo'lgan. Buni Turkiyani Varnet kompaniyasi kelib shu yerda 30 gektar atrofda oynaband issiqxonalar qurilgandan so'ng issiqxona ichida bog'lar tashkil etish yopiq holdagi botanika bog'i. Botanika bog'i 5 gektardan iborat. Bunda bugungi kunda ovqatlanish joylari, konsertni zallari, tomosha qiladigan qushlar, baliqlar turli xildagi va o'zidan bolalarni kelishi ko'paygan hisobidan bizlar yangidan bolalar maydonchalari, bolalarni o'yin maydonchalari tashkil etdik. Bugungi kunda nafaqat bolalar uchun. Bu yerda yosh kattalar ham, o'rta yoshliklar ham kelib dam oladigan, hordiq oladigan bir maskan bo'lib qoldi. Tabiiy ravishda savol tug'iladiki, qishin yozin ushbu bog'ga kirar ekansiz, faqatgina yashillikni ko'ramiz. Buni asosiy sababi nimada? Ya'ni ma'lum bir o'sha iqlimda haroratda ushlanib turadi, bundan xabarimiz bor. Shu haqda ham bir to'liqroq ma'lumot berib o'tsangiz. Bu yerda asosiy shu bir iqlimda saqlanib turilishi, bu qurilishga bog'liq bo'ladi. Sababi bu oynaband issiqxona. Oynaband issiqxonada mo'tadil havoni bir xil havoni saqlab turish uchun avtomatik boshqariladigan sistema bor. Shu bilan birgalikda bu o'simliklar uchun beriladigan namlik, ob-havo, issiqligi, sovuqligi mo'tadil 20-25 gradus qishda ham yozda ham bir xil temperaturada saqlanadi. Ayni paytda biz Varnet ekobog'ida joylashgan bananlar bog'idamiz. Siz ko'rib turgan barcha banan daraxtlari aynan zamonaviy texnologiya, ya'ni in vitro asosida yetishtirilgan bo'lib, bugungi kunda aynan siz bananlar bog'ida bevosita mana shunday ko'rinishdagi bananlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta mahalliy aholini, qolaversa sayyohlarning qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Bu yerda in vitro usul asosida turli o'simliklar yetishtiriladi. Bu qanday usul? Bu metod yordamida o'simlik hujayralari maxsus muhitda yetishtirilib, yangi ko'chat sifatida o'stiriladi. Aynan shu texnologiya orqali banan va boshqa tropik o'simliklar ekib, bog' hududiga ko'chirib o'tkaziladi. Bu banan bog'i ham aynan in vitro texnologiyasi yordamida yetishtirilgan. Maxsus mikroiqlim sharoitida ular tez o'sadi va har doim meva berib turadi. Bog'da aynan gullar parvarishi juda ham muhim masala hisoblanadi. Bu yo'nalishda esa bog' mutaxassislari alohida o'rin egallaydi. Assalomu alaykum, xormang. Mana biz ko'ryapmizki, bog'ni qishin yozin bir xil ko'rinishda kasb etishida gullarning parvarishi bu juda ham muhim masala. Xo'sh, gullar parvarishi haqida to'xtalib o'tsangiz. Xo'sh, albatta, bog'imizda eng ko'p gul va ko'chatlar parvarishi juda ham muhim. Bu borada mana 20 dan ortiq qizlar faoliyat yuritishadi bog'imizda. Turli xildagi gullar, eng ko'p mana sarmashqa gullarimiz tepada. U juda ham chiroyli, tez o'sadigan, keyin salga e'tibor ham uncha talab qilmaydi. 3 kun, 4 kunga bir suvlaymiz, qo'shimcha oziqalar bor. Mijozlarimiz hozirgi kunda Varnet botanika bog'imizda yetishtirilayotgan gul va ko'chatlardan
xursand, mamnun, xarid qilishyapti. Biz mana ko'rdikki, aynan gul xarid qilayotgan mijozlarga alohida tavsiyalar bilan gullarni tushuntirib, ya'ni qay holatda parvarish qilish kerak, hattoki o'g'itlari bilan ma'lumotlar berib o'tyapsiz. Albatta, albatta. Har bitta gulimiz alohida mehrga, qanaqa qilib suvlash kerak, qachon suvlash kerak, qaysidir gulimiz ko'p suv talab qiladi, qaysidir kamroq, qaysidir gulimiz ko'proq quyosh xohlaydi, o'chiladigan gullar, o'chilmaydigan gullar, quyoshsevar gullarimiz bor. Bundan tashqari bog'imizda sitrus mevalar, mana banan, papaya, tok ko'chatlarimiz ham mavjud. Bizni e'tiborimizni tortgan jihatga marhamat ko'rishingiz mumkin, ya'ni tok ko'chatlari. Adashmasam, bu yerda bir necha xil navdagi tok ko'chatlari bor, shunaqami? Albatta, tok ko'chatlarimizni o'nlab 10 xildagi turlari mavjud. Xo'sh, avatar, toyfi, husayni, mers, ketmonsofi, sug'diyona. Xalqimiz hozirgi kunda ko'chatlar xarididan juda ham xursand, mamnun. Chunki xalq talabiga moslab narxlangan, qimmat emas, turli xildagi ko'chatlarni xarid qilishyapti. Biz hamma xarid qilganlarga tushuntiramiz. Qanaqa qilib suv berasiz, necha kunda, qachon yerga qurasiz, qanday usulda, quyoshdan ozgina himoyalangan holda quyoshimizdan yerga qurib bemalol ko'kartirsa bo'ladi uzum ko'chatlarni. Varnet Eko bog'i nafaqat o'simliklar olami, balki hayvonot dunyosi bilan ham ajralib turadi. Bu yerda shaffof hovuzlarda turli xil baliqlarni uchratish mumkin. Qushlarning ovozi, yashil daraxtlar va gulzorlar bularning barchasi mehmonlarga tabiat qo'ynida dam olish imkoniyatini taqdim etadi. Mehmonlar uchun ovqatlanish zonalari ham mavjud. Qolaversa, bolajonlar uchun esa maxsus o'yin maydonchalari tashkil qilingan. Bu faqatgina dam olish uchun emas, balki ularni tabiatga yaqinlashtirish va o'simlik hamda hayvonlarga mehr uyg'otish uchun ham muhim. Bugungi kunda bu bog' nafaqat ilmiy tadqiqot markazi, balki sayyohlar va tabiat ixlosmandlari uchun ham jozibador maskanga aylanib ulgurgan. O'ta yaxshi, zo'r ekan. Birinchi ret keluvim, Gazli shahardan kelib turman. Vaqtlari bari zo'r ekan, kuchda. Tabiati yaxshi, baliq, tovuslar, bar narsa bor ekanda. Bar narsa Hoşum kuchda. Aytib bera olmaydigan darajada taassurotlarim o'sha kuchda zo'r. Biz Gazli shahridan shu bog'ga keldik kollektivimiz bilan. Juda go'zal joy ekan. Bunaqa joylar ko'p bo'lishini xohlaymiz va maza qilib dam olamiz. Juda chiroyli narsalarni ko'rdik va ruhan odamga zavq beradi. Juda chiroyli joy ekan. Bu joyni ochgan insonlarga kattakon rahmat deymiz. Bundan ham ko'p joylar bo'lsin. Bizlar xalqimiz doim shunaqa xushxursand yurib, shu joylarga kelib yurib, hamma xushxursand yursin. Buxoroning o'zida tropik iqlimni his qilish mumkin deb kim o'ylagan edi? Ammo Varnet ekologik bog'i bu tasavvurni haqiqatga aylantirdi. Bu joy tabiat bilan uyg'unlikda dam olish, ekotizim go'zalligidan zavqlanish va shunchaki unutilmas taassurot olish uchun ideal maskan. Agar siz tabiat bilan uyg'unlikni his qilishni istasangiz, albatta bog'ga tashrif buyuring.